Tianshi antilipid choyi. Bu choy o'zining ta'biri bilan aytganda antilipid, ya'ni lipidlarga qarshi kurashaman degan ma'noni bildiradi. Bu choyimizni tarkibi juda ham boy, ya'ni lotops bargi, ginastemma va ko'p rangli tog' ildizi va yashil Xitoy choyi hisoblanadi. Buning asosiy mazmun mohiyati shundan iboratki, immunitetni oshiradi, asab va charchoq hissini yo'qotadi, qon bosimini tushiradi, metabolizmni yaxshilaydi va aterosklerozga qarshi kurashadi. Yuqori bo'lgan qon bosimini me'yorlashtiribgina qolmay, qon tomirlarimiz ichidan xolesterinlarni haydab chiqaradi. Ovqat hazm qilishdagi funksiyasi bu bizni, ya'ni jigarimizni oliy darajada tozalab beradi va oshqozonimizdagi shirani ishlab chiqarishini yaxshilaydi.